Yana bir rivoyatda kelishicha, bir ayol beayib bir yigitga tuhmat qilmoqchi bo'ldi. Chunki u yigitni ayol zinoga taklif qilganida yigit bosh tortib, u bilan harom ish qilishdan qochgan edi. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu zamonida bir ayol turmushga chiqib, 6 oydan keyin farzand ko'rdi. Buni eshitgan odamlar bu mumkin emas. Homiladorlik odatda 9 oy bo'ladi. Demak, u nikohdan oldin harom yo'l bilan homilador bo'lgan ekan deyshti. Kim Ali radhiyallohu anhu ni tanimasa, fiqh va adolat haqida hech narsani bilmabdi. Qanday qilib bilsin, axir u kishi Muhammad alayhissalom tarbiyasida ulg'aygan sahoba-ku. Tanimaysizmi? Assalomu alaykum. Bugun biz 3 ta ajib jumboqli hikoyani jamlab sizlarga taqdim qilishni maqsad qildik. Bizni oxirgacha kuzatsangiz, jumboqlarni Hazrati Ali o'zining o'tkir zehni bilan qanday hal qilganiga guvoh bo'lasiz. Aytilishicha, 2 kishi safarda edi. Ular tushlik qilish uchun o'tirishdi. Birinchisida 5 ta non bor edi, ikkinchisida esa 3 ta non bor edi. Shu payt ularning oldidan bir yo'lovchi kishi o'tib qoldi. Ular uni ovqatga taklif qilishdi. U o'tirdi va ular bilan teng ravishda ovqatlandi. Hatto non tugaguncha birgalashib yedilar. Ketish vaqtida mehmon 8 dirham chiqarib, ular oldiga qo'ydi. Bu yegan narsasi uchun haq sifatida berilgan pul edi go'yo. Va u o'z yo'lida davom etib, jo'nab ketdi. Ana endi shu yerda ixtilof boshlandi. Pul o'lsin. 5 ta non egasi pulni olib, adolatli taqsimot shuki, menga 5 dirham, senga 3 dirham dedi. Ammo 3 ta non egasi ham bunga rozi bo'lmay ochko'zlik qilib, shunday dedi. Yo'q, biz teng yedik. Demak 4 ta menga, 4 senga. Ular qattiq tortishib qolishdi. Hatto Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu huzuriga borishdi. U zot chiqargan hukmga rozi bo'lish sharti bilan. Hazrat Ali 3 ta non egasiga qarab nasihat qilib dedi: 3 dirhamni qabul qilaver. Ishon, bu sen uchun yaxshiroq. Lekin u kishi o'jarlik qildi va aniq hisob bilan o'z haqqini olishni talab qildi. Shunda Hazrat Ali qat'iy hukm chiqarib, shundaymi? Agar haqni istarkansan, senga faqat 1 dirham, do'stingga esa 7 dirham bo'ladi dedi. U kishi hayratda qoldi. Deyarli aqldan ozay dedi. Qanday qilib uning haqqi 3 dan 1 ga tushib qoldi? Siz ham qiziqyapsiz, shundaymi? Unda hikoyani oxirigacha tinglang. Shunda Ali radhiyallohu anhu hisobni matematik zehn bilan tushuntirdi. Ikkingiz o'tirganingizda nonlar 8 ta edi. Ammo sizlar uni 3 kishi bo'lib teng yedingizlar, to'g'rimi? U kishi ha dedi. Yana Ali ibn Abi Talib, endi nonlarni 3 qismga bo'lamiz. Har bir non uchun 3 bo'lak bo'lib, jami 24 bo'lak bo'ladi. Sizlar 3 kishi bo'lganingiz uchun har biringiz 8 bo'lakdan yegansiz. Sen 3 ta non egasi quloq sol. Senda 9 bo'lak bor edi. Ulardan 8 tasini o'zing yegansan.